Energiya hosil bo'ldi. Lekin bu energiya mana bu oddiygina bog'larni uzilishi hisobiga hosil bo'lgani uchun unaqa katta energiya chiqmaydi. Shuning uchun bu yerda hosil bo'lgan energiyaning 100% issiqlik sifatida tarqab ketadi. Ya'ni hujayrani isitish uchun issiqlik sifatida tarqab ketadi 100%. Xo'p, endi bizda polimer moddadan monomer modda hosil bo'ldi. Hazm organlarida hosil qilib berdi. Endi keyingi bosqichga yo'l ochildi. Keyingi bosqich. Qaysi bosqich desa, endi glikoliz bosqichi. Glikoliz bosqichini boshqa betga yozamiz, chunki bu yerga sig'may qolar ekan. Demak, mana bu yerda yozaman. Glikoliz bosqichida aytaylik, mana bu hujayra. Shu hujayrada tashqi tomonda glyukozalar turibdi. Chunki hujayrani ichida bo'ladi endi bu. U hazm organlar hujayra tashqarisida bo'lodimi? Endi hujayrani ichida. Endi glyukozalar hujayra ichiga kiradi. Hujayrani ichida eng katta qismini tashkil etadigan sitoplazma joylashgan. Demak, sitoplazmada bo'ladi. Qaysi bosqich? Glikoliz. Bak yozib qo'yaman. Sitoplazmada. Demak, glyukoza sitoplazmada C6H12O6 parchalanadi. Har xil fermentlar natijasida ferment ishtirok etadi hujayrada. Ya'ni lizosoma fermentlari ishtirok etadi. Va bu fermentlar ishtirokida parchalanib ADF ham ishtirok etadi. H3PO4 ham ishtirok etadi. Lekin kislorod ishtirok etmaydi. Bundan ham ikkita ishtirok etadi. Va bu glyukoza kislorodsiz sharoitda sitoplazmada kislorodsiz sharoitda parchalanadi. Nimaga desa, 2 molekula sut kislotagi. 2 molekula C3 H6 O3 plus 2 molekula suv hosil bo'ladi. Plus 2 molekula ATF hosil qiladi. Demak, qaytaraman. Glyukoza sitoplazmada kislorodsiz har xil fermentlar ishtirokida parchalanish natijasida 2 molekula sut kislota, 2 molekula suv va 2 molekula ATF hosil bo'ladi. Endi biz bilamiz, adenozin trifosfat, ya'ni ATF bittasi 40 kilojoule energiyaga teng. Ya'ni qayerdan bilamiz buni desa, ADF hosil qilganda, ya'ni 3-fosfat kislota ajrab ketdi. O'zi 3 ta bo'lardi, 2 ta bo'lib qoldi. Bunda 40 kilojoule energiya chiqadi. Demak, bitta ATF 40 kilojoule energiyaga teng degani shu. Shunaqa bo'lganda, xo'p, 40 kilojoule bo'lsa, bizda nechta ATF hosil bo'ldi? 2 ta ATF hosil bo'ldi. 2 ta ATF demak, bu 40 kilojouldan 2 ta degani. Demak, 80 kilojoule energiya. Bu energiya qanday energiya? Bu energiya hujayrada qolgan energiya, ya'ni ATF bo'lib shakllanyaptimi? Demak, u zaxira holatda qolyapti hujayrada. Demak, nazariya bo'yicha glyukoza molekulasi kislorodsiz sharoitda parchalanganda jami 200 kilojoule energiya hosil bo'ladi. Xo'p, 200 kilojoule energiyani qanchadir qismi hujayrada qolib, qanchadir qismi chiqib ketadi. Bizda qoladigani aniq bo'ldi. Ya'ni 80 kilojoule ATF hisobiga 80 kilojoule qoladigan aniq bo'ldi. Demak, 200 dan 80 ni ayirsak 120 kilojoule energiya. Bu esa hujayrada issiqlik sifatida tarqab ketadi. Bu energiyani men 120 ni 40 ga bo'lib 3 mol ATF hisobida issiqlik sifatida tarqalib ketadi deya olmayman.
Chunki bu chiqib ketgan energiya, u ATFda to'planmagan. Demak, endi mabodo shu chiqib ketgan energiyani agar to'planganda necha mol ATFda to'planardi desa, endi o'sha 3 mol bo'laveradi. Lekin buni 3 mol ATF hisobiga chiqib ketdi deyishim xato bo'ladi. Xo'p, bu 200 kilojoule energiya qayerdan keldi? 200 kilojoule energiya nazariyada ham keldi. Yana qanday kelishini yana aytib qo'yay. 80 kilojoule energiya qolganini bilib qoldim men. Nimadan? 2 mol ATFdan. Shu hujayrada nazariya bo'yicha 40% hosil bo'lgan energiyaning 40% qoladi dedi. Demak, 100% qancha bo'lgan? 80 kilojoule 40% bo'lsa, 100% aniq 200 bo'lganda. Endi 40% qolsa, 60% nima bo'lgan aniq? Hujayradan issiqlik sifatida tarqab ketgandi. Mana bu qolgan pastki sterelka qolgan, tepaga sterelkasi chiqib ketgan energiya hisob. Demak, chiqib ketgani qancha bo'ladi? Demak, 100% 200 bo'lsa, 60% 120 kilojoule bo'ladi. Demak, shu jarayonda sut kislota hosil bo'ldi, 2 molekula suv hosil bo'ldi, va ATF hosil bo'ldi va glyukoza kislorod sharoitida parchalandi va jarayon sitoplazmada kechdi. Endi bizda hali to'liq parchalanish yakunlangani yo'q. Chunki bizda organik modda turibdi. Bilamiz biz, organik moddalar parchalanishining oxirgi mahsulotlari karbonat angidrid bilan suv bo'lishi kerak. Suv chiqdi, hali karbonat angidrid chiqqani yo'q. Endi va organik modda qolmasligi kerak, polni parchalanib ketishi kerak. Xo'p, keyingisi endi aerob parchalanish. Aerob parchalanish qayerda kechadi? Aerob parchalanish endi hujayrani quvvat stansiyasi bo'lgan mitoxondriyada. Demak, aerob parchalanish hujayraning mitoxondriyasida kechadi. Demak, sitoplazmada endi mitoxondriyani ichiga kiradi. Demak, yana ham kichiklashyapti. Birinchi kattaroqdi, undan sal kichikroq hujayra ichiga kirdi. Hujayra ichidan yana hujayraning ichidagi organoid ichiga kiryapti. Demak, uni yana ham kichiklashyapti. To'g'ri-da? 1 molekula sut glyukozadan parchalab qo'ydi, yana kichikroq qilib qo'ydi, yana 2 molekula sut kislotaga. Ya'ni bitta nonni shunday ikkiga bo'lib qo'ydi degan deydi. Xo'p, endi aerob parchalanishda bizda nima bor edi? Aerob parchalanishda 2 molekula sut kislota bor edi. 2 molekula sut kislota parchalanyapti. Kislorodli-yu bu yerda aerob. Demak, 6 molekula kislorod ishtirok etadi va 36 molekula ADF plus 36 molekula H3-4. Natijasida parchalanyapti-da mitoxondriyani ichida. Bizda hosil qilyapti 6 molekula karbonat angidrid plus 6 molekula suv plus 36 molekula yana suv va plus xo'p 36 ATF 36 ADF mi? Demak 36 molekula ATF hosil qildi. Endi bizda kislorod ishtirok etdi va natijasida karbonat angidrid mana bu kislorod qilib qo'yibdi-ku. Xo'p, mana shu yerda texnik nosozlik dedi. Mana bu 6 molekula suv. Demak, parchalanish natijasida mana bu yerda 6, mana bu yerda 36. Jami bo'lib 42 suv hosil bo'ldi. 42 suv hosil bo'ldi. Xo'p. Umumiy glyukozani parchalanishda 2800, ya'ni to'liq ham chala ham, ya'ni glikolizdan aerob parchalanishda jami 2800. 9 sinf kitobda uglerod, vodorod, kislorod atomlari o'rtasida hosil bo'lgan energiya mashincha deb aytgan. Menda 200 hosil bo'ldi. Qayerda? Undan oldingi bosqichda, ya'ni 200 mana bu yerda hosil bo'ldi. Mana bu. Endi menda 2800 dan necha qoldi? 2600 qoldi. Demak, 2600 energiya bor. Shu 2600 energiyani hujayrada qolgani bor.